Fotima Mirzaxidovna kolposkop tekshiruviga yoki mazok tekshirishi uchun ayollar qanday tayyorgarlik ko'rib kelishi kerak? Iltimos ayollar ginekolog xonasiga kelayotganda ginekologga murojaat qilganinglarda tahorat qilib, ichlarini yuvib, sprintsovaniya qilib keladilar. Bu mumkin emas. Chunki biz mazok olayotganda ichlarini ko'rishimiz kerak. Qanaqa leykosit, gribok bormi, nima bor, nima bezovta qilayotganligini bilishimiz kerak. Lekin kolposkopiya qilayotganda eroziyalari bormi, atsidadeli epiteliymi, yod negativni zonani bilishimiz kerak. O'shaning uchun iltimos ayollar ginekologga murojaat qilganda tahorat qilmasdan, ichlarini yuvmasdan qandoq bo'lsa shundoqligicha kelinglar. O'shanda mazok ham kolposkopiya ham to'g'ri. Dilfuza Husanovna, siz homiladorlar uchun toksikozdagi tavsiyalaringiz nima? Homiladorliklarda oldin toksikozni sababini bilib olishimiz kerak. Juda ko'p uchraydigan sabablardan biri uzoq davom etadigan toksikozlarda bu oshqozon ichak traktidagi va o't qopidagi muammolar. Ko'pchilik homilador ayollar kletchatka yeyishmaydi va o't qopiga umuman ahamiyat berishmaydi. Albatta terapevt ko'rigiga borish kerak. Undan tashqari neyrogumoral buzilishlar bor, endokrin buzilishlar bor, buni bilasiz. No bizani yo'nalishda asosan mana shunga ahamiyat berish kerak va ko'p kletchatka iste'mol qilish kerak hamda o't qopi muammolarini bartaraf qilish kerak. Fidan Varuna, qachondan boshlab neyrosonografiyaga kelish kerak? Neyrosonografiya agar zarurat bo'lsa, bola tug'ilgandan birinchi soatlardan boshlamoq qilsa bo'ladi. Mutlaqo bezarar tekshiruv usuli. Agar zarurat bo'lmasa, faqatgina 1-2 oyligida emlashdan oldin pediatr yoki nevropatolog tavsiyasiga ko'ra o'tkazsa bo'ladi.